Assalomu alaykum hurmatli kechki universal kanali a'zolari. Mana sizlarga bugun yo'lni ustidan biznes qilish uchun 9 yo'li mana bu Zargarlik mahallasiga kirish, mana metan zapravka ko'rib turibsizlar. Shundoq yo'lni bu betiga mana shu burchakka joylashgan, orqasi ham ko'cha, oldi ham ko'cha, mana fasadni ko'ryapsizlar kattaligini. Mana bu tomoni Zapchast bozor mana ko'rib turibsizlar. 9 yo'li. Mana lokatsiya вообще zo'r. Dahshat desa ham bo'ladi. Bunaqa joy topilmaydi hozirgi kunga. Mana Chinor mebel staniyani ro'parasi mana ko'rib turibsizlar. Shundoq to'g'risiga mana shu obyektni sotuvga qo'yamiz. Hujjati turar joy. To'rt sotigini qo'yamiz. Agar xohlovchilar bo'lsa, kattaroq sotig xohlaganlarga uni ham gaplashamiz. Hozir 4 sotiga mana shu burchakdan mana shu где-то 10-11 metr bo'ladi oldi fasadi. Orqasi Bremenka darvozalar ko'rinib turgan bo'lsa, o'shangacha boradi. Mana shu xohlovchilar bo'lsa, yana ham kattaroq sotig xohlaganlarga uni ham hamsiya bilan kelishib gaplashib bera olamiz. Hujjati turar joy mana. Hozir 4 sotigini 65 ming deyapmiz. Yana ozroq kelishadigan joyimiz bor. Mana bu gaz trubani ko'rib turibsizlar. Buni bu devor tagidan oldirib beramiz. Bu tomonga olinadi bu. U gaplashilgan. Mana ko'rib turibsizlar, lokatsiya вообще udar. Xohlagan bizneslaringiz tushadi. Xohlaylar to'yxona qilinglar, xohlaylar magazin qilinglar, bog'cha, maktab, mehmonxona. Xullas xohlagan biznesga tushadigan mana zo'r joy. Gaz, svet, suv hammasi bor. Kanalizatsiya xohlasangiz, kanalizatsiya ham mana shu tomondan tortib kelishda imkoni bor. Qo'shnilar bilan qo'shilib tortib kelsa bo'ladi. Mana lokatsiyani ko'ryapsizlar. Lokatsiya udar. Bemalol telefon qilsanglar gaplashamiz. Mana metan zapravka. Narxini mana 4 sotigini 65 ming deyapmiz. Yana ham kelishamiz. Hozir ichini ham ko'rsatib o'taman. Mana ichi mana o'rtoqlar. Mana ichini ko'rib turibsizlar. O't qaranglar o'sganini. Yomg'ir zo'r bo'ldi. Mana ichini ko'rib turibsizlar. Xohlagan bizneslaringga tushadi mana. Hozir mana shu qismi mana Bremenka ko'rib turgan tomonlaring shu 4 sotigini sotuvga qo'yamiz. Xohlovchilar bo'lsa, kattaroq sotig xohlaydiganlar uchun uni ham gaplashib bera olamiz mana. Mana orqasi ham ko'cha ko'rib turibsizlar. Bu tomondan shundoq kirib kelib, oldini shunday to'liq zdaniya qilib turib, orqasidan shundoq darvoza qo'yib, orqasidan hovli qilib qo'ysangiz ham bemalol imkoniyat, sharoit bor-da. Orqadan ham gaz, svet suvlari bor. 4 sotik 65 ming kelishamiz. Telefon qilinglar. Srochna, bu joylar ko'p turmaydi, sotilib ketadi srochnaga tez. Bunaqa joy qidirib yurgan juda ko'p. Telefon qilinglar, gaplashamiz. Kelishamiz. Hozir orqa tomonni ham ko'chani ko'rsataman, u tomondan ham bemalol xot bor. Mana o'rtoqlar, mana uchastkamizning ichidan mana ko'rinishi. Mana ko'rib turibsizlar, 9 yo'llar metan zapravka, Chinor mebel. Mana bu 2 xona Bremenkachasi. Aka fundament ham qo'yilgan, agar kerak bo'lsa. Endi buni oladigan odam bar bilan hammasini buzib tashlaydi. Biznes qilaman degan odam oladi albatta. Hozir arqa hovlini ham, arqa ko'chani ham mana ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, bu uchastkamizda mana bu orqa tomondagi ko'chadan mana kirib kelish, shundoq ko'chadan kirsanglar. Birinchi uchastka mana. Ko'rib turibsizlar mana. Mana bu tomondan ham ko'cha bor. Bu ham 9 yo'lga chiqadi. Bu ham 9 yo'lga chiqadi.
Mana shu uchastkamizda srochniy telefon qilmasanglar bu tez kunlarga sotilib ketadi. Telefon qilinglar.